Men Fuqaro Qodirov Yo'ldosh. Mana 65-66 ga ketyapman. Shu Turna Rajab hududida Ramazon mahallasi yashab kelamiz. Men oldin ota uyidan bu yoqqa o'tganimga 35 yil bo'ldi. 1998-yildan bu yoqqa suvni 1,5-2 kilometrdan tashuvchilardi. Mana O'kat suv ta'minoti xodimlari, ishchilariga rahmat. Mana prezidentimiz xalqni o'ylab mana ta'minot bilan nima qilib belgilab hammani xonadonga kirgizib beramiz deb mana ishchilar qorni qor, yomg'ir demay remont qilib ta'mirlab bizga kirgizib berishdi. Ularning otasiga rahmat. Shu orqali yana prezidentimizga ham ming rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin hammalarini. Suv azobini haqiqatda biz keksalar suv azobini bilamiz. Oldin o'zimiz tashidik. Mana hozir qariganimizdan o'zimiz holimiz yetmaydi, bolalar olib kelardi. Mana hozir Xudoga shukr oyog'imiz qayda uydan chiqyapti. Bu ishlar o'zimiz bo'lgan yo'q. Mana ko'rdik, o'zimiz ustida turib ko'rdik. Ishchilarning ishlagan ishini ko'rdik. Rahmat hammasiga. Sog' qolib mana yigitlarga rahmat, otasiga rahmat shulardi. Qancha qolib qiynalayotganlar suvsiz. Hovli suv yo'q. Rahmat sizlarga, otanglarga rahmat. Prezidentimizga rahmat. Shu xalqni o'ylab suv chiqarib harakat qilib yuriblar. Sog'di emasdan yashanglar. Oladiz, otanglarga rahmat. Uzun yıllardan beri kutlayotgan xalqimizning kutlayotgan kelayotgan ichimlik suvi mana Xudo xolasa ta'minlandi xalqimizga. Bunga xalq qanchadan orzu havas qilib kelayotganda buning orqasida turgan muhtaram yurtdoshimiz prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga katta rahmat. Xalq minnatdorchilik bildiryapti. Rahmat. Mahalla rais sifatida o'zim ham juda xursandman. Assalomu alaykum. Mana mahallamizda suv oqib qoldi. Kranimiz bor edi. Suv yana keldi. Rahmat. Ko'p yashanglar. Mana og'irimizni yengil qilyapmiz. Mana bir talay narsalarimizni ishlatib oldik. Ishdan bo'sh vaqtimizda to'ldirib olyapmiz. Rahmat, ko'p yashanglar. Prezidentimizga ham rahmat. Mana shu suvlarni yetkazib berayotgan xalqimizga mingdan-ming rahmat aytamiz. Mana bugün bir quvonchli kunda o'tiribmiz. Mana bir necha yildan beri, 5-6 yildan beri mana bizga suv qurilib ketgan edi. O'shandan buyon bir soat, 2 soat ishlaydi. Hamma joydan teshib chiqib ketib, juda bezovta bo'lib, suvni bir yaxshi icha olmadik-da. Qiynalib yurib, haligi uzoqlardan olib keladi kelinlar, bolalar aytib. Bir 3-4 kundan beri kranimizda suv chiqib turibdi. Bolalar kranni ko'ringlar, suv chiqdi desam chiqyapti deydi. Xursand bo'lib o'tiribmiz mana. Yoshimiz 75 ga keldi, xudo xolasa. Bu yerda ham mana shunaqa davrlarni ko'ramiz deb hech o'ylamagan edik. Mana xudo xolasa prezidentimizga rahmat. Juda e'tibor berib, mana shu xalqni o'ylab, xayolda yo'q narsalarni qilib beryapti-da. Mana Bo'ka tuman suv ta'minotiga o'tgan
O'shalarda bolalar ham kelib, qayerda avariya holati bo'lsa, hammasini tuzatib, yangi turbalar almashtirilib, shunaqa berdi. Mana xursandman. Mana shu davlatimizga rahmat. Dunyo turgancha tursin prezidentimiz. Mana shu juda katta ishlar qilyapti. Bu yilning o'zida qancha joylarga borib keldi. Qanday yangiliklar bo'lyapti. Shartnomalar tuzilyapti. Yangi tashkilotlarni quryapti. Buni hammasi o'zidan o'zi bo'lmaydi. Hammasiga mana shu muhtaram yurtboshimiz boshchilik qilib, shularni qilib o'tiribdi-da. Otasiga rahmat, dunyo turgancha tursin.